Aziz o'g'il qizlarim, el yurt dardiga avvalo kim yaraydi? Albatta sizlar yaraysizlar. Bizning eng katta qudratli resursimiz, rezervimiz sizlar, shuni bilinglar. Assalomu alaykum Navoiy! Eng qaynoq jarayonlarni biz bilan birga kuzatib boring. Seni qanchalar sevishimni o'zimdan boshqa bilmas hech kim. Qo'limda qolib ketdi senga olgan atirgul. Yoshlar kuni bilan barcha yoshlarni tabriklab qolaman. Aytolmayman solib qoldi u butkul. Ozoda Xurramova Park avtomobili bilan taqdirlanadi. Navoiy yoshlari olqishlab turadi. Yashasin, yangi O'zbekiston!